Bu qizcha ko'chada o'ynab yurgan paytda dunyodagi eng dahshatli erkaklardan biri tomonidan o'g'irlab ketilgan. Bu voqea faqat dahshatli tushlarda uchrashi mumkin. Bu 8 yoshli Sara Peynning qo'rqinchli o'g'irlanish voqeasi. Sara Isabella Peyn 1991-yil 13-oktyabrda tug'ilgan. Uning 2 nafar akasi, 1 nafar singlisi bor edi. Akalarining ismi Li va Luke. Singlisining ismi esa Charlotte. Hamma Sarani juda mehribon va yoqimtoy qizaloq deb ta'riflagan. U ayniqsa akalari bilan vaqt o'tkazishni juda yaxshi ko'rardi. 2000-yil 1-iyun kuni Peyn oilasi bilan Angliyaning g'arbiy qismida yashovchi buvisi va bobosinikiga boradi. Bolalar bu yerda vaqt o'tkazishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Chunki bir tomonda plyaj, ikkinchi tomonda esa katta o'yin maydoni bor. Bir kuni bobosi, buvisi va ota-onasi ish bilan ketishga qaror qilishadi. Bolalar esa plyajdan ketishni istashmaydi. Ular ota-onasidan tashqarida yana biroz o'ynab qolishni so'rashadi. Oxiri ota-onasi rozi bo'lishadi, ammo qat'iy shart bilan. Hammasi akasi nazoratida bo'lishi kerak edi. E'tibor bering, katta akasining ismi Li, u atigi 13 yoshda. Bir muddatdan keyin bolalar plyajdan chiqib, Makkajo'xori dalasi tomon ketishadi. Bu dala buvisi va bobosining uyini ro'parasida joylashgan edi. Aynan o'sha yerda ular o'ynay boshlashadi. Bir payt Sara yiqilib tushadi va tasodifan jarohatlanadi va u qattiq xafa bo'ladi. Yig'lab endi bu o'yinni o'ynamoqchi emasligini va uyga qaytmoqchiligini aytadi. Luke unga biroz kutib tur, hozir o'yinni tugatamiz va uyga qaytamiz deb aytadi. Ammo Sarani bu payt to'xtatib bo'lmasdi. U yig'lagancha Makkajo'xori dalasi ichiga yugurib ketadi. Katta akasi Li esa uning ortidan yuguradi. U Sarani tinchlantirmoqchi bo'ladi, lekin aynan shu paytda kichik singlisi Charlotte ham yiqilib tushadi va jarohatlanadi. Li unga qaraydi va uni tinchlantirishga urinadi va aynan shu lahzada dahshatli voqea sodir bo'ladi. Lining aytishicha, u atigi bir necha daqiqaga chalg'igan. Orqasiga qaraganda Sara allaqachon yo'q edi. U singlisini bunchalik tez qanday g'oyib bo'lganini tushunmay qoladi. Lining eshitgan yagona narsasi bu g'ildirakning chillagan ovozi bo'lgan. U ortiga o'girilib qaraydi va yonidan o'tib ketayotgan oq furgonni ko'radi. Li diqqat bilan mashinaga qarasa, rulda mana shu erkak ko'rinadi. Eng dahshatlisi, u erkak Liga qarab kuladi va qo'lini silkitadi. O'sha paytda Li hali bilmasdi. Uning singlisi Sara aynan o'sha erkakning furgonida ekanligini. Davomi keyingi qismda. Li ukasi va singlisini olib uyga qaytishadi, to'g'rirog'i yugurib uyga borishadi. Ular bobosi bilan buvisiga Sara yo'qolib qolganligini, qanchalik qidirsa ham topa olmayotganini aytishadi. Shu zahoti politsiya yetib keladi. Hodisa bo'lgan joyni sinchiklab ko'zdan kechirishadi, dalillar izlashadi. Keyin esa politsiya o'sha hudud bilan aloqasi bo'lgan jinoyat sodir etgan shaxslar ro'yxatini tuzadi. Ro'yxatni ko'zdan kechirganda bitta odam darrov ajralib ko'rinadi. Bu 41 yoshli Roy Bey edi. Hozir eshitsangiz hayratda qolishingiz mumkin. U oldin 9 yoshli qizni o'g'irlab ketib qilib, shuning uchun qamalgan edi. Lekin uni atigi 2 yilga qamashgan. Nimaga buncha kam? Tushunish umuman qiyin. 2 yildan keyin u ozodlikka chiqadi, tug'ilgan shahridan ketadi va aynan Sara buvisi va bobosini yashaydigan hududga ko'chib o'tadi. Albatta politsiya Royni so'roqqa chaqiradi. U esa men Sara degan qizni tanimayman, nega meni bu yerga chaqirganingizni ham bilmayman, tushunmayman deb aytadi. Yana ustiga ustak u o'sha kuni shaharda bo'lmaganini aytadi. Politsiya uni qo'yib yuboradi, lekin gapiga to'liq ishonmaydi va yashirin kuzatuvga oladi. Nima bo'lgan deb o'ylaysiz? Roy Bey uyga kelib, uy oldida turgan oq furgonni tozalashni boshlaydi. Xuddi o'sha Saraning akasi tasvirlagan oq furgon. Roy furgon ichida kavlashtirib tozalashga kirishadi. Politsiya buni ko'rib turadi. Umuman hech narsa shubhali emas. Roy ishini tugatib uyga kirgach, politsiya tashqaridagi axlatni titkilab ko'radi va bir kvitansiya topadi. Sara yo'qolgan kuni Roy shaharda benzin qo'ygan bo'ladi. Demak, uning men shaharda bo'lmaganman o'sha kuni degan gap ham yolg'on bo'lib chiqadi. U o'sha kuni shaharda bo'lgan. Ammo baribir bu dalil uni darrov qamash uchun yetarli bo'lmaydi nimagadir. Politsiya hech narsa qila olmaydi. Hamma umid qiladi va Sara o'zi uyga kirib kelishini kutishadi. Afsuski 17 kundan so'ng Saraning jasadi topiladi. 17-iyul kuni u yo'qolgan joydan taxminan 15 mil uzoqlikda topiladi. Saraning jasadi juda ayanchli holatda bo'lgan. Aytishlaricha, uni bo'g'ib o'ldirishgan, tanasiga qattiq shikast yetkazishgan va qiynashgan. Qizcha nimalarni boshidan kechirganini tasavvur qilishni o'zi dahshat. Jasad topilgandan keyingina politsiya Royning furgonni tintuv qilish uchun order oladi. Roy qanchalik tozalamasin, dalillarni butunlay yo'q qila olmagan ekan. Furgondan qizil hudi topiladi. Unda Saraning soch tog'lasi bo'ladi. Yana furgonda Saraning sandalidagi yopishqoq joyga ilashgan tog'lalarga mos keladigan izlar ham aniqlanadi. Endi bu dalillar Royni hibsga olish uchun yetarli bo'ladi va 2001-yil 6-fevral kuni uni 40 yilga qamashadi, shartli ozodlikka chiqish imkoni bilan. Ya'ni u 20 yil o'tirib, keyin ozodlikka chiqish ham mumkin. O'shanda u 61 yoshda bo'ladi.
Eng alam qiladigani, Roy hozirgacha Sara bilan nima qilganini rasman tan olmagan. U qizchani o'g'irlab ketganini ham inkor qilib keladi.